Kompot, nimaga men seni uyg'otyapman? Nimaga sen narsalaringni olyapman? Tez tur, Kompot, biz ketishimiz kerak. Tezroq bo'lsang-chi, uyg'onsang-chi, men narsalaringni olay. Kompot, uyg'on. Bo'la qol, biz qishloqdan ketishimiz kerak. Sen nega men narsalarimni deyapsan? Nima? Yo'q. Nima? Sandiqdan chiqib kelasan? Kompot, men seni qutqarmoqchiman. Hamma narsalarni yig'ishtir. Hamma yig'ilib bo'ldi. Biz ketishimiz kerak. Nima qildinglar? Qayerga yig'dinglar? Men hammasini bilmayapman. Tushuntirib ber qishloqni. Bizni qishlog'imizga kattakon tornado, yomg'irlar oqimi, shamol kuchlanishi, tushunyapsanmi? Tornado kelyapti qishlog'imizga. Ketishimiz kerak. Nimalar deyapsan o'zi? Mana oynalar qara. Ochiq havo, quyoshli kun. Tushunyapsanmi? Tornado endi yetib kelyapti. Hammasi hali boshlanishi. Biz hozir tezda avtobusga borib yig'ilishimiz kerak. Navbat olishing kerak. Tushunyapsanmi? Kompot, tezroq bor, men seni kutaman. Men hech narsani tushunmayapman. Men hozirgina uyg'ondim. Bu qishloqlar nima deb sayrayapti? Xullas do'stlar, sizlar bizning video roligimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Kompot. Qani biz narsalarimizni qo'yib ko'chaga chiqishchi qana ahvol ekan? Voy. Nima? Bu qishloqlar nima? Tushunmadim. Rostdan ham tornado kelyapti do'stlar. Men bunga ishona olmayman. Rost tornado keladimi? Hamma yig'ilgan ko'rinishidan. Bu yoqqa qarasak hammasi joyida, bu yoqqa ham. Rostdan ham tornado keladimi bu ko'rinishidan? Borib qishloqdan so'rab kelishim kerak. Qishloqqa nimalar bo'lyapti? Gapirib ber. Hoy Kompot, hamma tayyor bo'ldi. Sen ham tayyorlan. Hozir biz hammamiz avtobusda ketamiz. Bu tornado haqida hech narsani bilmagandim. Nima, kim biladi yana? Kompot, yaxshisi sen ham tayyorlan. Biz tezda hozir ketishimiz kerak, tushunyapsanmi? Bizda borib hozir men mer bilan gaplashishim kerak. Rostdan ham tornado bo'ladimi? Xo'sh, avtobusni qarasak ham, avtobus ham turibdi bu yerda. Qishloqlar esa yo'q. Qochib turinglar, men yerda uyga kirishim kerak. Qochinglar. Salom ber. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Hamma yig'layapti, ayt. Ha, rostdan ham Kompot, biz ketishimiz kerak. Qishlog'imizga kuchli tornado yaqinlashayotgan ekan. Tezda yig'ilish kerak. Kelar, bu xabarni sizlarga kim aytdi? Menga aytib ber. Telefonimizga xabar keldi. Biz shaharga borishimiz kerak ekan. Shaharda hammasi ajoyib bo'lar emish. Nima? Sizlar bu xabarni ob-havo yangiliklarini olmadingizmi, a? Yo'q, ob-havo yangiliklarini olganimiz yo'q. Ob-havo yangiliklarda hammasi ajoyib. Quyosh porlab turibdi, hammasi tinch va osoyishta. Lekin xabarga ko'ra, hozir tornado kelar emish. Biz esa ketishimiz kerak. Hammasi negadir g'alati. G'alati bo'ladimi yoki yo'qmi? Men ketdim. Nima? Men ham ketdi. Biz ham narsalarimizni olishimiz kerak. Tornado. Men tinchgina o'lib ketishni istamayman. Qani, sandig'imizdagi bor narsalarni olamiz. Izimrudlarimizni ham olamiz. Notebookimizni ham olamiz. Ketdik. Meni kutib turinglar, qishloqlar. Ketdik. Endi biz shaharga yetib keldik. Endi nima qilishimiz kerak? Tushuntirib ber. Xo'sh, biz eng himoyali joy, ya'ni qishloqlar shaharchasiga yetib keldik. Bu yerda endi tornado bo'lishi kerak emas. Qaranglar, biz qishlog'imiz bo'm-bo'sh yotibdi. Biz esa shaharga kelganmiz. Bu negadir g'alati emasmi, a? Nimasi g'alati ekan, Kompot? Biz hozir parkovkada jimgina tornadosiz o'tiribmiz. Qaranglar, biz bu yergacha 4 soat yurdik. Atrof muhitda hech bo'lmasa sezmadilarmi? Hech narsa sodir bo'lgani yo'q-ku. Hech narsa sodir bo'lgani yo'q-ku. Biz 4 soat yurdik. 4 soat ichida tornado bo'lishi kerak edi. Mana shu narsa men uchun g'alati bo'lyapti. Shu bilan nima demoqchisan? Ammo bu xabarni qayerdan olganlaringni bilmadim-ku. Ammo lekin bu xabar yolg'on ekan. Shunchalik aqlli ekansan. Unda Kompot, nega biz bilan shu yerga kelding? Sizlar meni qo'rqitib yorib tornado dedilar-da. Shuning uchun sizlarga ortlaringdan keldim. Unday bo'ladigan bo'lsa, baqirmaginda Kompot, rahmat aytgin, tushunyapsanmi? Biz bilan kelding-ku. Ha, rahmat aytishim kerak. Men 4 soat tikka turib keldim-ku. Bo'ldi, baqirmalaring. Men sizlarni mana shu 2 kunda qayergadir joylashtirishim kerak, tushunyapsizlarmi? Qancha bu tornado qancha kun bo'ladi aytvoringlar. Hatto 2 kun deyilgan edi. Tushunmadim, yana qanaqangi 2 kun? O'zi asosan tornado 5 minutda o'tib ketadi-ku. Hatto shunday yozilgan edi. Sizlar kimdir shu xatni menga bera oladimi? Juda ham o'qigim kelib turadi. Mana menda xat, mana ol Kompot. Hozir qani ochib qarayman. Qayerdan olgan edingiz? Kompot, bu xatlar bizning eshigimiz oldida edi. Qishloqlar, lekin bu xat meni eshigim tagida bo'lmagan edi.
Menimcha uchib ketgandir, a? Kulgili eshitdilar. Menimcha bizni aldashayotganga o'xshaydi. Nima g'alatimisan, Kompot bizni aldab nima qiladi? Nima? Sen nima demoqchisan bu gap bilan? Balkim bu hazil yoki qanaqandir prikoldir. Bunday aldash kimga keragi bor ekan? Kompot yaxshilab o'ylab ko'r. Kim bizni aldamoqchi ekan? Ligini o'zim ham bilmayapman, ammo qaniydir g'alati. Qanday mazza bu jinni qishloqlar, tentaklar, IQ pastlar. Bitta xatni tashlasam ishonib qo'yishdi. Men xatto yozib tashlaganman, xatto o'qishni ham bilmaydim bular. Mayli, xohlaganimcha o'marsam bo'ladi. Qishloqdan ketinglar gapimga ishonda qo'sh. Mana buni tashlab yuborsam bo'ladi, xohlaganimcha o'marsam bo'ladi. Bu tentaklar qani, shuncha qishloqdan qaysi uyni o'marsam ekan? Xo'p, buni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Menimcha, mernikidan boshlasam kerak. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa qani, yuguramiz, qani, mana merni uyiga ham kelib oldik. Xo'sh, qani merni uyidan maza qilib hozir oltinlar, emiratlarni chopaman. Bunga chiday olmayman. Sizlar bu yerda qolaveringlar. Men lekin chiday olmayman. Nima, jinnimisan, Kompot, tentak bo'lib qolganmisan? Sizlarmi qishloqlar? Men bunga ishonmayman. Xullas, men hatto uyini qulflab ham kelmaganman. Agar tornado bo'ladigan bo'lsa, eshikni yopib nima qilamiz? Sizlar tornado bo'lishiga ishonyapsizlar. Men esa yo'q. Xullas, men qishlog'imizga boraman. Ey, avtobus, qani yuravering. Xo'sh, mana men qishloqqa yetib keldim. Hamma yoq ochiq havo, tornado yo'q. Qani sekingina qishloqqa qarab ko'ramiz. Nima bu? To'pponchami? Qani sekingina buni olib ko'rmasak bo'lmaydi. Qani olamiz. Haqiqiy ko'rinishidan. Bu yerda bu nima qilyapti? Mayli, o'zimiz bilan olamiz. Merni joyida hamma ajoyib qurollar bor ekan, hammasini sekin olamiz. Bu yerda oltinlar bor ekan, qani hammasini bu yerga solamiz. Ay, qanday mazza. Mazza. Yana kim bo'ldi? Bu qishlog'imizda nima qilyapti? Bo'ldi, men zerikib ketdim. Hozir mana bu kuznetsaga boraman. Bu yerda boy narsalar bo'lishi kerak. Qanaqadir qurol aslahalarmi yey? Xo'sh, bu yerda albatta boy odam bor edi deb eshitgan edim. Ha, men tushundim. U fake xabarni yozgan, qishloqlar unga aldangan va qishloqlar tornado bor deb ketishgan va o'sha paytda u o'g'ri kelib narsalar o'g'irlagan. Hozir u narsalarimizni o'g'irlayapti. Qishloqni qochirib beramas. Hammasiga ishonishdi. Yana uyimdan u nimadirni tortib chiqaryapti, jin ursin. Yaxshiyamki ko'p narsalarni o'zim bilan olib ketganman. Bu kuznetsada hech narsa yo'q ekan. Shunaqa ham o'yinchi bo'ladimi, hech narsasini qoldirmaydigan. Mayli, mayda-chuyda bo'lsa ham hammasini chop ketishga harakat qilaman. Mayli. Mana bu qo'shnisi meni ko'proq qiziqtiryapti. Qani, kirib chopaychi hammasini. Xo'sh, mayli, u nimadir qilyapti. Qani, ko'raylikchi. Xo'sh, u meni qo'shnimdan sunuklarini tikilyapti. O'marmoqchi. Nima qilamiz? Bu rostdan ham haqiqiy bandit ekan. Xo'p, balki uni o'ldirsam ekan, yoki otsam ekan, balki uni quroli bo'lsa kerak. Lekin mana bu qurollar yodayotgan edi. Mayli, bu rostdan ham mayli. Agar qilib ko'rmasam, hech narsani bilmayman. Xo'sh, qani sekin oldiga boramiz. Ko'rishga harakat qilaman. Qanaqadir kitoblarni xo'p chopsam ham bo'laveradi. Qani. Voy, to'xta, qani, men otaman, qani. To'xta dedim men senga, qo'y bandit. Qani, qochma mendan, qani. Meni qurolim qani? Meni qurolim qani, qurolim topishim kerak. U hozir qurol haqida gapirdimi? Otishma bo'ladimi? O'lamanmi? Yo'q, vahima yo'q. Jinursin, bu o'yinchi qayerdan paydo bo'ldi? Nimaga men qurolimni otib yubordim? Endi nima qilishim kerak? Mayli, o'sha otib yuborgan qurolimni endi men topishim kerak, harakat qilib ko'rish kerak. Deganlarni eshitilaymi? U o'sha otirib yuborilgan qurol ekan. Xullas, demak u qidirib topolmaydi. Hay, to'xta, mana senga. Bu yerimiz do'stlar, men uni o'ldirdim. U o'g'rini. Yaxshi, endi biz quloqlarni chaqirishimiz kerak. Ular xabardor topishmagandir. Uylar yaxshi. Hech qanaqa tornado yo'q do'stlar. Bu yolg'on xabar. Xullas, endi men bu yerda narsalar balki yana banditlar bordir yoki shuni o'zimkan qidirib chiqish kerak. Qani yaxshilab qidiramiz. Do'stlar, hamma yerni tutib chiqamiz. Xullas, yo'q ekan u banditlar. Biz esa endi bu qurolni tashlaymiz. Xullas, qidirib chiqarish kerak yana. Qani yo'q, hech nima.
Do'stlar, xullas baytlar qolmabdi. Endi qishloqlarga xabar berishimiz kerak. To'xtang, qishloqlarga. Do'stlar, like va obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Va komment ham yozib qoldiring. Xayr.